Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2 mart kuni BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatlik yig'iniga to'r orqali qatnashib qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizishini davom qilayotganligini ta'kidladi. Antony Blinken yig'inda mundaq dedi: Biz Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qarta davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat qilmishlariga qattiq diqqat qilyapmiz. Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangda yurgizgan ig'ir zulmlari, jumladan Uyg'urlar va boshqa xalqlarni keng ko'lamda tutqun qilganligi, ularni erkinligidan xohlagancha mahrum qilayotganligi, shundaqla tutqunlarning qiyin qistoq, jinsiy zo'ravonlikqa uchrayotganligi BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi bultur tarqatgan dokladda ishonchli faktlar bilan muayyanlashtirilgan edi. Antony Blinken hozirgi dunyo vaziyatidagi zo'r o'zgarishlarni, jumladan Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchiligi, Xitoyning Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi, Iran hokimiyatining o'z xalqini bostirishi qatorliq voqealarni nazarda tutganda kishilik huquq xitobnomasida berilgan va'dalarni o'rinlashning ta'xirsiz holga kelganligini ta'kidladi. U buni xalqaro tinchlik va bexatarlik, taraqqiyot va insoniy qadr-qimmat uchun zarur deb ko'rsatdi. Antony Blinken, BDT'ning bosh kotibi Antonio Guterres, kishilik huquq oliy komissari Volker Türk va kishilik huquq kengashining raisi Vaklav Balik qatorliqlarga xitoban qilgan so'zida, kishilik huquq xitobnomasi bundan 75 yil avval tuzilib jakarlanganda, uning har xil davlat va millatlarga tava mutaxassislar tarafidan tadqiq qilinish va inchkilik bilan muzokara qilinish asosida yo'l qo'yilganligini, shunga kishilik huquqni ta'kidlashning hargiz ma'lum davlat yoki ideologiyaga tava emasligini eskartdi. U yana kishilik huquq xitobnomasining universalligiga kapolatlik qilish va dunyoning har qanday yerida kishilik huquqni qo'g'dash kishilik huquq kengashining va BDTga a'zo har bir davlatning mas'uliyatidir deb ko'rsatdi. BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatlik yig'ini 27 fevral kuni BDTning bosh kotibi Antonio Guterres va BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türklarning ochilish nutqi bilan janvada boshlangan edi. Yig'in 4 hafta davom qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning yig'inda qilgan yuqorqi so'zlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan qilgan so'zida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatlik yig'iniga qilgan so'zlarini qizg'in olqishlaydiganligini ifoda qilish bilan birga, bu navbatlik yig'inda BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan o'tgan yil 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi umumiy doklatining va bu yil 14 fevraldan 16 fevralgacha Janvada chaqirilgan 73 navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komiteti yig'inining Uyg'urlarga munosabatli xotirasining maxsus muzokara qo'yilishini umid qilganligini bildirdi. Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati oldimizgi kunlarda Janvaga berib, BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatlik yig'iniga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashadi va yig'in jarayonida Uyg'ur vaziyati haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazish bilan birga har qaysi allarning BDTda turishliq doimiy elchilari bilan keng doirada uchrashish ilib boradi. Bir qancha kundan buyon Volkswagenning Xitoydagi zavodlarga mas'ul rahbari Ralf Brandstedtning 16-17 fevral kunlari Urumchida ilib borgan ziyarati Germaniya axborot vositalarining qiziq temasiga aylangan edi. Bu o'z navbatida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini Germaniya jamoatiga yana bir qatim eslatishga sabab bo'ldi. Germaniyaning dunyoga mashhur Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchidagi sho'ba zavodini taqashni davomli turda rad qilishi va Volkswagenning Xitoydagi zavodlarga mas'ul yuqori darajalik amaldori Ralf Brandstedtning yaqinda Urumchini ziyorat qilib qaytgandan keyin Germaniya matbuotlari qilgan bayonlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligiga uchragan edi. 27 fevraldan boshlab Germaniya axborot vositalarida bu xususda ko'plagan maqola, obzor va xabarlar e'lon qilindi. Masalan, Germaniyaning davlatlik radio televiziya kanali bo'lgan ARDda talash tartish ichidagi Xitoy tijorati Volkswagen Uyg'ur rayonidagi zavodini saqlab qolishda chung turmoqda nomli obzor, NDR televiziya kanalida Xitoydagi Uyg'urlar Volkswagen Xinjiangdagi zavodidan mas'ul topolmadi nomli xabar, Frankfurt majmuasi gazetida Volkswagen Xitoyning g'arbidagi zavodini qo'g'damoqda nomli maqola, Janubiy Germaniya gazetida Volkswagenning zavodidan chatoq chiqmagan nomli maqolalar e'lon qilindi. So'dchilar gazetida 28 fevral e'lon qilingan Xitoyning Xinjiang rayonidagi talash tartishda qolgan zavodini ziyorat qilgandan keyin Volkswagen buningga tushuncha berishda qiyin ahvolda qoldi nomli maqolada mundaq jumlalarga o'rin bergan. Ralf Brandstedt Volkswagen guruhining Urumchidagi munozaralarga sababchi bo'layotgan zavodini ziyorat qildi. Bu shahar Xitoyning g'arbiy qismidagi Xinjiang rayoniga joylashgan.
xalqaro axborot vositalari mustabid kommunistlarning bu rayonda shafqatsizlarcha bostirish ilib berayotganligini o'ttirib qo'ymoqda. Buni dunyodagi bu ikkinchi cho'ng mashina savdogarlari uchun pelik tortilmagan bomba deyishga bo'ladi. Şinjandagi kishilik huquq dafsanchiligi va majburiy emgakka oid dokladlar uzluksiz o'ttirg'i chiqmoqda. BDT kishilik huquq kengashi Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqini ig'ir darajada dafsan qilayotganligini, buning insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkinligini o'ttirib qo'ydi. Maqolada bayon qilinishicha, Volkswagenning Urumchidagi zavodidan mashina bilan yurganda 15 minutlik yiroqlikda Xitoy hokimiyati tomonidan qurilgan rayondagi Uyg'ur qatorliq millatlar qamalgan cho'ng bir jazo lageri bor ekan. Bu xususdagi uchurlarga Şinjan soqchi hujjatlaridan va Avstraliya strategiyalik tadqiqot institutining dokladlaridan erishgili bo'ldi ekan. Mazkur kundalik gazetda e'lon qilingan kishilik huquq dafsanchiligiga oid dalil yo'q, Volkswagen Uyg'ur rayonidagi ziddiyatlik zavodini saqlab qolmoqchi nomli maqolada bayon qilinishicha, Volkswagenning Urumchidagi zavodida ishlayotgan ishchilarning 29% oz sonliq millat. Buning ichida 17% Uyg'ur ekan. Ralf Brandstedt 16-17 fevral kunlari Urumchidagi zavod oshxonasida ko'rishgan 7 ishchi qatorida Xitoy, Uyg'ur va qozoqlar bor ekan. Ular o'zlarining ahvolidan rozi ekanligini bildirgan. Mazkur maqolada ko'rsatishicha, Volkswagen bilan Xitoy taraf Urumchidagi zavod to'g'riliq tuzgan to'xtam 2030-yilga qadar kuchga ega bo'lib, Volkswagenning bu to'xtamga amal qilish majburiyati bor ekan. Bu deganlik, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va xalqarodagi kuchlik besimlarni nazarga olgan taqdirdami, Volkswagen o'z oldiga bu zavodni taqayman yoki o'tkab ketaman deya olmaydi ekan. Uning 50% pay cheki Xitoyning qo'lida ekan. 2 ayning 28 kuni Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti Hindi Tinch okean sho'basining boshlig'i Yong Kim o'tirib qo'ygan Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlat emasligi haqidagi qonun loyihasi mazkur komitet tomonidan ma'qullangan. Yong Kim o'zining Twitter hisobida bu xush xabarni e'lon qilib, Xitoy o'ziga muhtoj davlatlarni talon-taroj qilmoqda. Shunga u xalqaro ahdnomalar va organlarning taraqqiy qilayotgan davlatlarga berilgan e'tiborga erishmasligi kerak degan. Yong Kimning so'ziga qaraganda, Xitoy uzundan buyon xalqaroda taraqqiy qilayotgan davlat imtiyozidan bahramon bo'lib kelayotgan bo'lib, mazkur qonun loyihasi buningdan keyin Xitoyning dunyodagi haqiqiy taraqqiy qilayotgan davlatlar erishadigan imtiyozni egilib olib, ularning manfaatiga ziyon solishning oldini oldi ekan. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti boshlig'i McCaul bu qonun loyihasi ma'qullangandan keyin tabrik so'z qilib, Xitoy garchi o'zini taraqqiy qilayotgan davlat desimi, u taraqqiy qilayotgan davlat emas. Bu qonun loyihasi Amerikaning dunyoda muqimsizlik paydo qilayotgan Xitoyning qilmishlariga aralashish va zarba berish salmoqini oshirdi. Men xalqaro jamiyatni Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlat degan qalbiqini ilib tashlashga va ittifoqdoshlarimizni shunday qilishga chaqiraman degan. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti Hindi Tinch okean sho'basining boshlig'i Yong Kim xonim o'tgan yili 4-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa va qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandilarni Washington ishxonasida qabul qilib ko'rishgan va Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashni uzluksiz davom qildirganligini bildirgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Qozog'iston ziyorati O'rta Osiyoda kuchli inqos qo'zg'amoqda. Blinken 28 fevral kuni Qozog'iston va O'zbekistonda ziyoratda bo'lib, orqadan Qozog'iston poytaxti Ostonada O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi ishlar ministrlari bilan teng ko'rishgan edi. Qozog'istondagi ommaviy axborot vositalarida ma'lum bo'lishicha, Antony Blinkenning bu qitimqi ziyorati jarayonida Amerika va O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlik va sheriklik masalalari muhokama qilingan. Lekin mazkur uchrashuvning aniq kun tartibi e'lon qilinmaganligi va muxbirlarga ochiq bo'lmaganligi sababidan qandaq masalalarning muhokama qilinganligi noma'lum ekan. Qozog'iston matbuotlarida ko'rsatilishicha, Antony Blinken Qozog'iston tashqi ishlar ministri Muxtor Tilivberdi va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan bo'lgan suhbatlarda mustaqillik, igilik huquq va territoriya butunligi masalalarida Qozog'istonni qo'llaydiganligini bildirgan edi. O'z navbatida Qosim-Jomart To'qayev ikki mamlakat o'rtasida bexatarlik, savdo, mablag' solish va boshqa sohalarda yaxshi va ishonchli munosabatlarning o'rnatilganligini ta'kidlagan. Antony Blinkenning bu safari Qozog'iston qilgan tunji rasmiy safari bo'lib, mutaxassislarning qiziq temasiga aylanmoqda. Ularning qarashicha, Rossiya Ukrainada urush harakatlari boshlagandan buyon Rossiyaga qo'shni O'rta Osiyo jumhuriyatlarining mustaqilligi, igilik huquqi va territoriya butunligi masalalari o'tirg'i chiqib, bu haqda bas munozaralar davom qilib kelmoqda. Keyingi vaqtlarda O'rta Osiyo jumhuriyatlarining Rossiyaning Ukraina urushida tutgan pozitsiyasi jiddiy masalalarning biri sifatida o'tirg'i chiqib, hatto Rossiyaning bu rayonga xavf tug'dirayotganligi ilgari surilmoqda. Qozog'istonning Nur axborot agentligida e'lon qilingan maqolada aytilishicha, Qozog'iston tashqi ishlar ministri Amerika muxbiriga qilgan so'zida Qozog'istonning dunyoning barliq mamlakatlari bilan hamkorlashish maqsadida ko'p tarmoqli tashqi siyosat yurgizayotganligini bildirgan. Qozog'istonlik siyosatshunos Nikita Shatalovning Baygenius axborot agentligiga bergan suhbatida aytilishicha,
Blinken Qozog'istonning Ukrainaga insonparvarlik yordam avatganligini ham O'rta Osiyo rayoni bo'yicha liderlardan birdan-bir To'qayevning Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan aloqada bo'lib turayotganligini ta'kidlagan. U Washingtonning Qozog'istonga nisbatan hech qanday embargo yurgizmaydiganligini bildirgan. U yana Amerikaning O'rta Osiyodagi iqtisodiy vaziyatni va bu rayonning Rossiyaga beqinlik ekanligini haqqoniy turda baholaganligini o'ttirib qo'ygan. Uning deyishicha, Blinken O'rta Osiyo ellarining Rossiyaga qartilgan embargolardan tortgan ziyinning o'rnini to'ldirishga va Amerika tarafidan uzun vaqtdan buyon cheklanib kelgan mablag' silishning qaytadan davomlashadiganligini va'da qilgan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev o'tgan yil sentabr oyida o'zining Oq O'rdadagi suhbat berish yig'inida Qozog'istonning tashqi siyosatda betaraf pozitsiya egallaydiganligini e'lon qilgan. U Rossiya bilan ittifoqlik, Xitoy va Amerika bilan strategik sheriklik, O'rta Osiyo davlatlari va Turkiya bilan har taraflimlik hamkorlik munosabatlarini Osiyo bo'lsin, Yaqin Sharq bo'lsin, dunyoning barliq mamlakatlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga barliq kuchini sarf qilganligini bildirgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.